Hamma joyda skidka bo'lib, bizning soha ham do'ppi bozor bo'lib ketdi. Shumizolyatsiya jarayonida eng ko'p ishlaydigan xomashyo mana shu ikkalasi hisoblanadi. Honda Cryder'ga 60 dona ishlatdi. Originali bilan poddelkasining orasida deyarli 6000 so'm farq bor. 60 donada 360 ming so'm, ya'ni 30 dollarga farq qiladi. Eng yomoni shundaki, bu listlarni originali bilan poddelkasini mijozlar tugul ba'zi ustalar o'zi ham ajrata olmaydi. Torpedani shumizolyatsiya qildirdim, lekin effekti bilinmadi degan mijozlarimizga torpedani o'zi bilan ish bitmaydi. Oldi panelli polni yechib turib, xuddi shunaqa holatda nol qilib vibrizolyatsiya, undan keyin maxsus ovoz kesuvchi mahsulotlarni yopishtirgandan keyin effektini sezasizlar. Narxlarni tushirib o'tirmadim. Undan ko'ra mijozlarimizga yana bitta qavat termizolyatsiya qavatini qo'shib berdim. Shunda patologik ikkinchi qavat termizolyatsiya, eshik ikkinchi qavati ham termizolyatsiya bo'ladi. Bu issiq va sovuqdan juda yaxshi himoya qiladi. Yana bitta qilib beradigan skidkamiz, oldi panel shunaqa holatda yechilgandan keyin antifriz va konditsioner freonlari to'kilib ketadi. Biz uni qayta zapravka qilib beramiz va unga qo'shimcha pul olinmaydi. Shumizolyatsiya jarayonidan keyin eshiklar albatta regirovka bo'ladi, lekin ularga qo'shimcha haq olinmaydi. Menimcha shuncha ishdan keyin egalariga bunaqa holat yoqmasa kerak. Shu joylarini ham tozalab, pardozlab egalariga chiroyli holatda topshiramiz. Okalar, bu ishda birinchi o'rinda narx emas, mahsulotlarning sifati, ustalarning tajribasi va beriladigan kafolatga e'tibor berilsa, avtomobilinglar uzoq muddat yaxshi holatda sizlarga xizmat qiladi.